Assalomu alaykum, men ismim Valijon. Hozirda Havas Holdingda strategiya otdelida biznes analitik vazifasida faoliyat yuritaman. Bundan tashqari o'zim o'qigan Finance and Business Academy'da, ya'ni FBA Academy'da SCC fanlaridan Financial Accounting fanidan tutor sifatida ham ishlab kelaman. Har bir korxonada faoliyat natijasida qancha daromad yoki zarar bilan ishlayotgani, ya'ni qancha foyda yoki zarar bilan chiqayotgani albatta investorga hamda bundan tashqari ishchilarga ham qiziq. Hozir sizlar bilan korxonalarda bo'ladigan, tayyorlanadigan asosiy hisobotlardan biri bo'lgan foyda va zarar to'g'risidagi hisobot haqida gaplashamiz. Foyda va zarar, ya'ni profit or loss statementi, income statement ham deb nomlanadi. Bu statementni shakllarini dastlab tanishtirib o'tsam. Ya'ni statement of profit or loss bilan tanishni boshlaymiz. Profit or loss statementida kompaniyani bir accounting period davomida ko'rgan daromad va xarajatlari, jami qancha daromad ko'rdi, qaysi yo'nalishlardan daromad ko'rdi va qancha xarajatlar qildi, bu xarajatlar qaysi yo'nalishlarda bo'ldi, natijada period davomida qancha foyda yoki zarar bilan chiqqanligi haqidagi ma'lumotlarni yuzurlarga, ya'ni foydalanuvchilarga taqdim etiladi. Statement of profit or lossning birinchi elementi kompaniyani asos faoliyatlaridan ko'rgan daromadlar, ya'ni revenuesi bo'ladi. Revenue aytib o'tgandek, kompaniyaning asos faoliyatdan olgan daromadlar. Bundan keyingi element keladi, kompaniyani mana shuncha daromad ko'rish uchun qilgan tanlar xarajatlari, ya'ni cost of sales expense'lar keladi. Kompaniyaning qilgan revenuelar miqdoridan cost of sales xarajatlarini ayiradigan bo'lsak, kompaniyaning shu account periodida ko'rgan gross profitning qiymati kelib chiqadi. Gross profitning qiymatidan kompaniyani shu account periodida qilgan administrative distribution selling expense'larni ayirib tashlaymiz. Mana shu gross profitning qiymatidan administrative distribution hamda selling expense'larni ayiradigan bo'lsak, kompaniyani shu account periodida ko'rgan operating profitning qiymati kelib chiqadi. Endi operating profitga kompaniyani shu account period davomida main activity, ya'ni asos faoliyatdan tashqari other activity'lardan, ya'ni boshqa faoliyatlardan olgan daromadlarni qo'shamiz. Other income kompaniyadagi, masalan, sherikchilikka qaysi firmaga pul tikkan bo'lsa, sherikchilikdan olgan dividendlari yoki faoliyatni boshqa yo'nalishlardan kelgan daromadlari shu qismda ko'rsatiladi. Bundan tashqari operating expense'larga adjust qilinadigan keyingi amount bu kompaniya shu account periodida qilgan finance cost'lari. Operating expense'larga quyidagi ikki itemni adjust qiladigan bo'lsak, kompaniyaning shu periodda ko'rgan profit before taxning qiymati kelib chiqadi. Profit before taxdan shu account period uchun tax expense'larni ayirib tashladigan bo'lsak, kompaniya shu periodda ko'rgan net profit yoki net lossning qiymati kelib chiqadi. Ya'ni bu statementning formati shu shakldan iborat bo'ladi. Har birini misollar yordamida amountlarni tanlab, yana ham tushunarliroq bo'lish uchun batafsil ko'rib chiqamiz. Aytaylik, kompaniya shu account period davomida asosiy faoliyatlaridan ko'rgan daromadlarning qiymati $1 million bo'lsin. Endi mana shu $1 million daromad qilish uchun kompaniya shu account periodda qilgan tanlar xarajatlari $550 ming dan iborat bo'lsin. Endi mana shu cost of sales, tanlar xarajatlari nima xarajatlar kiradi deyishingiz mumkin. Albatta bu mana shu revenueni generate qilish uchun directly ishtirok etgan ishchilarning ish haq xarajatlari, ishlatilgan material xarajatlar, ishlab chiqarish zonasini ijara xarajatlari, ishlab chiqarishda ishlatilgan mashinalarga aloqador bo'lgan mashinalarning arenda xarajatlari yoki ishlab chiqarishda ishlatilgan stanoklarni amortizatsiya xarajatlarini kiritamiz bu yerga. Mana shu $1 million revenuening qiymatidan cost of sales xarajatlarini ayiradigan bo'lsak, kompaniya shu account periodda ko'rgan gross profitning qiymati $450 ming kelib chiqyapti. Endi mana shu $450 ming orqali u kompaniyaning shu account periodda qilgan operating expense'lar, ya'ni administrative distribution and selling expense'larni cover qilishga yetadimi yo'qmi? Bularni qoplash kerak. Aslida har qanday biznesda keyin profitability'si positive amountga erishadi. Administrative expense'larga kompaniyaning shu account period davomida direktorlarga, boshqaruv direktorlariga to'lagan oylik maoshlari, ular haydab yuradigan yoki foydalanadigan transport vositalari uchun qilgan benzin xarajatlari, administratsiyada o'tiradigan buxgalterlarning ish haq xarajatlari yoki ofisning arenda xarajatlari mana shu administrative expense'larni tashkil etadi. Aytaylik, mana shu account period uchun qilingan administrative expense'larning qiymati $80 ming bo'lsin. Bundan keyingi expense'lar distribution expense'lar. Distribution expense'lari bu tayyor mahsulotlarni saqlab turish, saqlash jarayonida ishlatilgan elektr energiyasi, isitish, sovutish tizimlarida qilingan har xil xarajatlar, saqlash, omborxonani arenda xarajatlari yoki mahsulotlarni klientlarga yetkazib berish uchun qilinadigan transport xarajatlari va shu yetkazib berish bilan shug'ullanuvchi xodimlarning ish haq xarajatlari distribution expense'larida cover qilinadi, kiritiladi. Bularning qiymati aytaylik $55 ming bo'lsin.
Endi selling expense'lariga keldik. Selling expense'lari kompaniyani sales departmentiga related bo'lgan expense'lar hisoblanadi. Masalan, SMM komandasini ish haqi xarajatlari yoki target yoqish uchun kerak bo'ladigan har xil qo'shimcha xarajatlar va reklama xarajatlarning barchasi selling expense'larini tashkil etadi. Bularga $35,000 xarajat qilingan bo'lsin shu accounting period davomida. Endi mana shu operating expense'larning qiymatini gross profitning qiymatidan ayiradigan bo'lsak, kompaniyaning shu accounting periodda ko'rgan operating profitning qiymati $280,000 kelib chiqyapti. Endi bunga kompaniyani other activity'dan olgan daromadlarini kiritamiz. Aytaylik, kompaniya shu accounting period davomida ko'rgan other income'ning qiymati $75,000 dan iborat bo'lsin. Other income'ga aytib o'tganimdek, kompaniya o'zida bo'sh turgan pul mablag'larini qaysidir boshqa firmaga sherikchilik asosida investitsiya kiritib qo'yish natijasida olgan dividendlar bo'lishi mumkin bu yerda. Yoki qaysidir asosiy faoliyat aytaylik ishlab chiqarish bo'lsa, ishlab chiqarishdan tashqari o'zining ofis zdaniyasida bo'sh xonalarni ijaraga berishdan olgan daromadlari ham mana shu qismda aks ettiriladi. Endi finance costlar. Finance costlar kompaniyani shu period davomida qilgan moliyaviy xarajatlari. Bu har xil kurs o'zgarishi bo'yicha foyda yoki zararlar ham mana shu qismda aks ettiriladi yoki olingan qarzlar uchun to'langan foiz xarajatlari ham mana shu qismda ko'rsatiladi. Bu xarajatlarning qiymati aytaylik $40,000 tashkil etsin shu accounting period uchun. Endi operating profitning qiymatidan mana shu ikkala amountni adjustmentini qilganimizdan keyin, ya'ni other income'ni qo'shib, finance costlarni ayirganimizdan keyin bizga kompaniya shu accounting period davomida $315,000 qiymatda profit before tax generate qilganini ma'lumot kelib chiqyapti. Endi bundan O'zbekistonda hozir foyda soliq stavkasi 15% bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, bu amountdan 15% soliq xarajatlariga chiqarib soliq to'lanadigan bo'lsa, kompaniya shu accounting period davomida net $267,750 profit ko'rganligi kelib chiqyapti. Hozir biz profit or loss statementini bir ishlab chiqarish korxona misolida ko'rib chiqdik. Bu yerda ishlatilgan ma'lumotlar haqiqiy ma'lumotlar emas. Sizlarga, kuzatuvchilarga, ya'ni tushunarliroq bo'lish uchun bu statementni faqat nazariya qismini emas, raqamlarda yana tushunarli bo'lish uchun tanlab olib taqdim etdik. Bu statementni har bir ma'lumotlari aslida qayerlardan yig'iladi? Qaysi amountlar har bitta expense'larga yoki income'larga yoki revenue'ga kiritilishini SSC kurslari davomida yana ham chuqurroq o'rganasiz. Har bir korxonada bu statement albatta tayyorlanadi, chunki har bir korxona o'zining faoliyat natijasida ko'rayotgan foyda yoki zarari qancha ekanligini, qaysi faoliyatda qanday xarajatlar bo'layotganligini bilib turishi, xabardor bo'lishi shart. Biz SSC kurslarimiz davomida bu statementni mukammal darajada tuzishni, to'g'ri tahlil qilishni o'rgatamiz. Bu kursda o'qish uchun albatta sizni kursimizga taklif etamiz. Videomiz foydali bo'ldi degan umiddamiz. Yana ham ko'proq ma'lumotlarni olish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda qaysi hisobot shakllari haqida ma'lumot olishni istasangiz, kommentariyalarda yozib qoldiring.